Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana dehqon akalarimizni og'irini yengil qilish uchun mini motobloklarimiz Xitoydan yetib keldi. Xo'p, bu mini motobloklarimizni qisqacha obzorini qilib o'taman. Bu mini motoblokimizni motori 170 talik bo'lib, katta po'rshinligiga ega bo'lganligi uchun 7,5 ot kuchiga ega bo'ladi. Mana bemalol ko'rishlarimiz mumkin. Hamda bu mini motoblokimizni boklari 5,5 talik bo'lib, vozdukhlari bo'lsa katta vozdukdan bo'ladi. Hamda bu motobloklarimizni originalligiga shubha qilgan akalarimiz uchun mana bu nomlari karobkalarga o'yib yoziladi. Hamda bu motobloklarimizni balonlari 400 ga 10 bo'ladi, hamda balonlarida pachivniy bo'ladi. Bemalol 90 gradusga o'zi yengil holatda buriladi. Hamda bu motoblokimizni frezalari ham bo'linadigan frezadan bo'ladi. Bemalol agatlaringga moslab terib olishlaring mumkin. Xo'p, bu motoblokimiz kimga kerak bo'lsa, pastda qolgan nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Yetkazib berish xizmatimizgadir mavjud. Xo'p, bu motoblokimizga shu videoga like bosib kelgan akalarimiz uchun 100 ming so'mdan 200 ming so'mgacha chegirmalarimiz ham bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Soni cheklanmagan.